Yomon narsa mana shu bilasiz. To'g'ri. Yomon narsa bilaman. Hayotda jins hech qanaqa ahamiyatga ega emas o'rtoqlar. Shu bolani sog'lig'i emasda, o'g'il qizligini bilish kerak. To'g'ri. 80% dan oshiq odam 100% demayman. Shu narsa bo'yicha so'raydi, ya'ni datchik qo'ymasdan turib, Gulnoz opa jinsi nima ekan? Gap jinsda emas, qizdir, o'g'ildir Alloh bergan ne'mat birinchidan, ikkinchidan o'sha qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, sifatli bo'lsin, o'shanga investitsiya tiksin onasi, qizga tiksa 10 ta o'g'ilga dam beradigan qiz bo'ladi. O'sha uchun Allohim bizga bergan rizqda birinchi skriningda biz burun suyagi bilan bo'ynini ko'ramiz, lekin bular aytgan gap to'g'ri, lekin bizada xalqimiz основной jinsini so'raydi. Shunaqa mentalitetda. Hozir ham keldi, aytdim, shu narsa so'ramayman dedim. Lekin birinchi gapim yana shu. Yana birinchi gap shu bo'ldi-da. Siz haqsiz.